Assalomu alaykum hurmatli SVT o'rganuvchilari. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimizni o'tkazamiz. Navbatdagi mavzumuz polinomials, ya'ni ko'p hadlar mavzusi. Bu mavzuni avval o'rganganligimiz sababli faqat masala yechish bilan shug'ullanamiz. Masalalarni tez-tez ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Video ko'rish davomida o'zingiz pauza qilib, to'xtatib, yaxshilab o'rganib olsangiz bo'ladi. Demak, boshladik. Birinchi masalamiz, demak, bu qaysi ifoda shunga ekvivalent deb so'rayapti. Buni tekshirish, javoblardan tekshirish yo'li orqali ishlaymiz. Demak, birinchisi x kvadrat, demak, plus 6x minus 4x plus 2x bo'ladi. Minus 24. Bo'lmas ekan, chunki bu yerda plus 2x, bu yerda minus 5x. Ikkinchisi x kvadrat plus 4x minus 6x minus 2x keladi, minus 24. Bu ham emas. Uchinchisi x kvadrat plus 3x minus 8x. Shunda bu yerda minus 5x minus 24 keladi. Demak, siz javob to'g'ri ekan. Ikkinchisi, demak, vaqt berilgan yillarda hamda jami miqdor berilgan dollarlarda. Sam o'zining bankdagi hisobini ochdi. Quyidagi jadvalda ko'ringan darajali ko'rsatkichli bog'lanish vaqt va jami miqdor orasidagi bog'lanish ko'rsatilgan. Demak, bu ko'rsatkichli bog'lanish, exponential, ya'ni ko'rsatkichli bog'lanish ekan. Agar Sam boshqa hech qanday qo'shimcha qo'ymagan bo'lsa yoki olmagan bo'lsa, hech qanday qaysi tenglama eng yaxshi ifodalaydi, demak, t va n orasidagi bog'liqlikni. Demak, bu yerda birinchi jadvalni birinchisini e'tibor bersak, 0 yilda 604 dollar bo'lgan ekan. Shunga e'tibor beramiz, ya'ni t-ni o'rniga 0 qo'yganimizda 604 chiqishi kerak bo'ladi. Birinchi t-ni o'rniga 0 qo'ysak, bu 1 bo'ladidan 0.6 bo'ladi, bu emas. Ikkinchi t-ni o'rniga 0 qo'yganimizda bu 1 bo'ladidan 604. Bu to'g'ri ekan. Keyingilarni ham tekshirib qo'yamiz. T-ni o'rniga 0 qo'ysak, bu 1 bo'ladi, bu ham emas. Bu ham 1 ga teng bo'ladi. Bu javob ham emas. Demak, to'g'ri javob bu javob ekan. Uchinchi masalaga qaraymiz. F funksiya quyidagicha ifodalangan. Bu yerda k o'zgarmas. X, y tekisligida y barobar fx funksiya grafigi minus 2 ga 0 nuqta orqali o'tsa, f0 ning qiymati qanday? Demak, bu yerda minus 2 ga 0 orqali o'tganini birinchi bo'lib shundan foydalanamiz. Ya'ni x o'rniga minus 2 ni, y ni o'rniga 0 ni qo'yib, k ni topishga harakat qilamiz. Bu yerda demak 0 barobar minus 2 minus 5 minus 2 minus 8 minus 2 plus k keladi. Bularni ahamiyati yo'q. Bularga bo'lib yuborsak ham bo'ladi. Faqat shu minus 2 plus k ni 0 ga tenglab ishlasak, k miz teng 2 degan yechimga kelamiz. Endi fx funksiyani yozib olaturgan bo'lsak, x minus 5 x minus 8, demak, x plus 2 ko'rinishda ekan. Ana endi biza f0 ni so'ragani uchun x o'rniga 0 qo'yamiz. Minus 5 minus 8 2. Bu ikkisi 40 bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak 80. Demak, bu javob to'g'ri. To'rtinchi masala.
berilgan tenglama u musbat o'zgarmas. Tenglamaning yechimlari yig'indisi 9 ga teng bo'lsa, uning qiymati qanday? Demak, birinchi bo'lib tenglamaning yechimini topib olamiz. X teng 0. Birinchi yechim. X 2 teng 13 taqsim 4. X 3 teng U taqsim 4. Demak, shu uchalasining yig'indisi 9. Bu yerdan ikkisini birlashtirarsak 13 plus U taqsim 4 teng 9. U teng 23 kelib chiqadi. Demak, javobimiz 23 ekan. 5-masalaga e'tibor beramiz. F funksiya ko'p xat ko'rinishida va x, y o'qida grafiki berilgan. Bu yerda y barobar fx va x o'qini -4 dan 0, -7 ga 0 hamda 9 ga 0 nuqtalarda kesib o'tadi. Quyidagilardan qaysi to'g'ri bo'ladi? True, ya'ni rost, to'g'ri bo'ladi. Rost bo'ladi. Demak, bu yerda x ni o'rniga -7 bo'lsa, y ni o'rniga 0 qo'yilishi kerak. Bu yerda -7 ga 0 degan S javobda turibdi. Demak, S javob to'g'ri bo'lar ekan. 6-masalamiz. Demak, tenglama berilgan. Ko musbat ham o'zgarmas. Tenglamaning yechimlari ko'paytmasi, ya'ni product ko'paytmasi 77 ga teng. Demak, koning qiymati qanday? Xuddi 4-masalamizga o'xshaydi ekan, lekin faqat bu yerda ko'paytma yozilgan. Yechimlarini topib chiqamiz. Shu uchalasining ko'paytmasi 77 ga teng ekan. Ko'paytirsak, demak, bu ikkisi plus bo'lib ketadi. Bu ikkisini bir ildizga keltirsak, ildiz belgisi yo'qoladi. Demak, 7 taqsim 4, 4k plus 7. 7-masalaga qaraymiz. Quyidagi ifodalardan qaysi birining ko'paytuvchisi x plus 2b bo'ladi? Demak, bu ko'paytuvchi degan ma'noda keladi. B musbat butun son. Musbat butun son. Bu yerda ham javobdan ketamiz. Javoblarga qaraytirgan bo'lsak, hammasini oxiri plus 18 bu, plus 18 bu ekan. Demak, Viet teoremasidan foydalansak, bir ildizi minus 2b bo'ladi, ikkinchi ildizi x2 bo'ladi. Demak, ko'paytmasi 18b taqsim 3 ga teng bo'ladi. Shunda x2 ni topsak, bu yer 6b bo'ladi. Minus 3 bo'ladi ekan. Ikkinchi yechimimiz minus 3 ligini topdik. Endi bu yerda b ni musbat butun sonligidan foydalanamiz. Demak, birinchi minus 2b minus 3
teng bo'lsin minus 9 taqsim 3 ga. O holda bu yerda bu ikkisi qisqartiradi va b teng 0 bo'lib qoladi. Lekin biz bu yerda musbat butun son deganimiz uchun bu emas, javob emas. Keyingisini ko'ramiz. Minus 2b minus 3 teng minus 24 taqsim 3 ga. Shunda minus 2b teng bo'ladi. Bu minus 8 bo'lsa minus 5 bo'ladi va b teng 2,5 bo'lib qoladi. Demak, bu butun son bo'lmadi. Integer emas, bu ham emas. Keyingisini ko'ramiz. Minus 2b minus 3 barobar minusdan 30 taqsim 3, ya'ni 10. Shunda minus 2b teng bu minusdan 7 bo'ladi, minuslar ketadi, b teng 3,5. Bu ham emas. Chunki bu ham butun son bo'lmadi. Keyingisi minus 2b minus 3 barobar minusdan 39 taqsim 3. Shunda minus 2b barobar bu 13 minusdan 10 bo'ladi. Qisqarsak b teng 5. Demak, b'miz 5 chiqdi. Bu yerdagi b demak musbat butun son degan shartga tushgan uchun demak shu javobimiz, D javobimiz to'g'ri hisoblanadi. D javob. 8-masala. F funksiyaning grafigi x, y o'qida y barobar fx kabi belgilangan va u x o'qini minus 5 ga 0, 3 ga 0 va 6 ga 0 nuqtalarda kesib o'tadi. Qaysi biri to'g'ri bo'ladi dedi. Ya'ni bular x'larni bildiradi, yonidagilar y'larni bildiradi. 0 ga minus 5 emas, 0 ga 3 emas, 5 ga 0 emas, chunki bizda minus 5 bo'lishi kerak, 5 ga 3 emas. Demak 6 ga 0, chunki 6 ga 0 bo'lgan. D javob to'g'ri. 9. Berilgan ifodada b musbat butun son va agar q z nedens plus r ifodaning ko'paytuvchisi bo'lsa, bu yerda q va r'lar musbat butun sonlar, b'ning bo'lishi mumkin bo'lgan eng katta qiymati qanday? Demak, greatest eng katta possible mumkin bo'lgan. Demak, bu yerga yozsak mumkin bo'lgan. Demak, bu yerda z ni 7-sini belgilaymiz t deb. Shunda 34 kvadrat plus b t plus 70 bo'linadi q t plus r ga. Demak, yana bitta yechim bor. Qandaydir, demak, bitta yechimi minus r taqsim q bo'lsa, yana ikkinchi yechim bor. Shuni topib olishga harakat qilamiz. Bu yerda eng qo'lda turgan narsamiz shu q va r musbat butun sonlar ekanligidan foydalanamiz. Shuni bilgan holda qo'llaymiz.